Mana bir to'da bo'lib ketdi. Yo pulni berasan, yo uramiz seni deb. Gap yo'q. Bu bolani taniysizmi? Bu mendan 10 ming dollar so'rayapti. To'ychiboy meni pulni oldi. To'liq sanab oldik 10 ming dollarda. Rahmat aytinglar Navrozbekka. Mana shunday bir chiroyli konkurslar o'tkazib, baxtli musofirlar haqiqatan baxtli qilyapti. Xuddi mana shunday pullarni shaqillatib sanab olishmoqda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Nasimxonov. Aka-ukalar, baxtli musofirlar Moskvada nima gap Alpomishda konkursidan do'stlar 10 ming dollar yutib olgan akamizni o'g'illari hozir Qashqadaryoliklar mana bir to'da bo'lib ketdi. Yo pulni berasan, yo uramiz seni deb. Hazil albatta. Xo'p, mana o'g'illari kelibdi. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar? Masalangiz yaxshimi? Mana dadam 23-turda 607-biletda pul yutib oldi. Mana 10 ming dollar. 10 ming dollar? Sanab oldingizmi buni? Sanadim ha. Toza halol o'yin. Siz yoshingiz nechida? Men 50 ta. 50 ta? Pochchasi bo'laman buning. Ha, pochchasi bo'lasizmi? Pochchasi bo'laman. Birga kelgan mana. Sanab oldilaring. Sanab oldi. Chesni ekanmi? Chesni ekan ha. Navrozbek Alpomishga gap yo'qmi? Gap yo'q ha. Hamma musofirlar meni o'ynangizlar. Hech to'g'ri pulni sanab berdi mana. Rahmat bu yoqlarga, yigitlarga ham. O'yinlarga ham rivoj, sizlarning ham ishlaringizga rivoj. Gap yo'q, gap yo'q. Gap yo'q. Mana bunga hamma bizning Dehqonobod rayonining Targ'abchiqay qishlog'idan to'ychi arali mana bu hamma balichik, butun Dehqonobod rayonimiz balichik like bosgani qaysi bu yoqda jo'shib, kommentariya yozgani qaysi bu yoqda jo'shib, rahmat aytib ketgani qaysi Navrozbekka, Navrozbekka, Nasimboyga hammasiga rahmat aytyapti. Mana bir oylarning yaxshi nimasi bitib qoladi ekan xarajatlari. Endi bu qancha bu? 10 ming dollar hazilakan pul emas-da bu. Musofir, kambag'alchilik, qiyinchilikdan mana shu yoqqa borib, chetlarga chiqib ishlayapsizlar. Mana bir yaxshi pul o'tib, yaxshi ishlab kelsalaringiz, o'zlaringizning foydalaringiz, ro'zg'orlaringiz obod bo'ladi ekan. Endi pochchasi bo'lsangiz, ayting endi o'sha dadalariga. Kim edi? To'ychi akami? To'ychi. To'ychi aka mana pulni oldim deb ayting-da. To'ychiboy mana pulni oldi. To'liq sanab oldik 10 ming dollarda. Mana orqayin ishingizni qiling, yurtingizga qayting sog' salomat. Mana hammaga endi qaytsa bo'ladi uyga. O'zi bilan. Endi birinchi marta bular ham videoga tushishi, do'stlar, baribir hayajon bor. Bizlar endi bezbet bo'lib ketganmiz. Xullas do'stlar, mana 10 ming dollarda ismingiz nima edi? Yo'lchi. Yo'lchi va adashib ketyapman. Otalari to'ychi, farzandlari yo'lchi ekan, otni ham, ismini ham tanlab qo'yibsizlar. Xullas do'stlar, pastda kommentariyada baxtli musofirlar. Mana shu baxtli musofirdan barcha musofirlarimiz xuddi mana shunday pullarni shaqillatib sanab olishmoqda. Ixtiyor o'zlaringda, kim o'ynaydi, kim o'ynamaydi. Navrozbekka omad. Do'stlar, Moskvada nima gap YouTube kanaliga polni podдержка beramiz. Obuna bo'lmay ko'rib kuzatadiganlar obuna bo'lib, like bosib, Qashqadaryo deganlar agon. Mana pulni u yoqda musofirlar qiynalib qolmasin deb Toshkent shahrimizning o'ziga olib kelib, O'zbekistonning o'ziga olib kelib topshiryapti. Mana buning uchun ham katta rahmat. Kim qayerdan YouTube olsa, kim qayerdan xohlasa O'zbekistonda uyiga, Tojikistonga bo'lsa ham uyiga, xohlasa o'sha Moskva, Piter yoki umuman Rossiya bo'ylab Navrozbekni qo'lidan sanab olishadi. O'zbekistonga meni qo'limdan sanab olishadi. Xullas hammalaringga omad. Gap bo'lishi mumkin emas. Salom ollaring, ha? Va trevoga qilishadi. Uyga ketishimiz kerak deydi, shartda-da, shoshilmanglar desam, yo'q deydi. Mana. Xullas hammasi zo'r. Sanab oldingiz. Gap yo'q. Xullas omad hammaga, aka-ukalar. Pastda kommentariyada silka turadi. Telegram gruppaning silkasi o'tib, obuna bo'lib, baxtli musofirlar Alpomish Navrozbekka olg'ami? Olg'a. Ishlaringizga Gap yo'q, rahmat. Do'stlar, mana shu 10 ming dollar yutgan akamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Mazangiz yaxshimi? Ishlaringiz zo'rmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'chirib turinglar yo past qilib turinglar. Xo'p, bu kim mana bu? Ro'za Ramazon oylari hammamizga shunday baxt, saodat bo'lsin.
Rahmat. Nasib bo'lsa to'ylardan Bu yigitni taniysizmi? Mendan 10 ming dollar so'rayapti. Nazim hoji bobo bo'lib, hoji nevaralari hoji bobo desin inshaalloh. Gap yo'q. Yelning o'rnini olib, Gap yo'q. Bu bolani Aha. taniysizmi? Bu mendan 10 ming dollar so'rayapti. o'g'lim, zurriyatim, bitta o'g'lim bor, zurriyatim. Otangizga rahmat, baraka Gap yo'q. toping. Shu bu o'g'lingiz a? O'g'lim, otangizga rahmat, baraka Gap yo'q. toping. Hammaga shunday sanab olganingizni ayting. Mana sanab oldim bunda. Hammasi joyida. rahmat. Mana Butun- qaynog'angizmi, butun- bojangiz ham kelganlar. Mana. Ha, deb oling. Молодец. Ha, to'yda. Hammasiga rahmat. Pulni olganlaringga. Pulni oldik, sanab oldik. To'liq berdi, ha. Xudoga Yaxshi shukr, mana. xudoga shukr. Gap yo'q. Omadlaringni bersin bobosi. Bu har kimga ham emas, har kimga ham emas. Bilasiz uni. Rahmat. Gap yo'q. Rahmat. Navruzbekka nima gaplaringiz bor? Baxtli musofirlarga, alp olmishga. Elimiz, xalqimiz musofirda, misol, tak kasal bor. Juda endi ularni gapirsam, ekranga neto bo'ladi. Rahmat sizlarga, rahmat Navruzbekka shu yilni o'rni olib, chet Gap elda yo'q. Moskvada Gap yo'q. musofirlarning xizmatini qilib atlishni pauzada telefonda nima, Telegramda nima, Wi-Fi'da ko'rib turaman. Rahmat shu bolaga. Gap yo'q. Omadingiz bersin. Yoshingiz nechidan yoshingiz? Alloh bu narsani Alloh ko'radi. Yigitlar musofirda opa-singillar, aka-ukalar omadini bersin. Gap yo'q. Menga tushib qoldi. Bularga ham tushsin, hammaga tushsin. Sizday boy bo'lsin, bizday boy bo'lsin. Shunday. Berdi-ku, Xudo shu insonlarga ham bersin. Nasib bo'lsa hojlarga boring, aqlli. Shuncha yildan Ukraina urushlardan bolalarni tortib oldingiz. Otangga rahmat, barakat topkur. Gap yo'q. Karim aytgan, otangga rahmat, barakat topkur. Ukraina urushdan bolalar chiqarib oldi. Davay. Gap yo'q. Udochi, davay. Surxondaryo, Qashqadaryo, Olg'a. Pulni berdim o'g'lingizga. Bu aytapti, bu ikkita xotin olsa bo'lar ekan bu pulga deyapti. Bobosi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Volk. Gap yo'q. Butun 12 viloyatga hammaga bo'lsin. Andijon, Hammaga bo'lsin. Namangan, Hammaga bo'lsin. Farg'ona, Navoiy hammaga bo'lsin yigitlarga. Hammaga bo'lsin, iloyim, hammaga bo'lsin. Davay. Gap yo'q, omadingiz bobosi bersin. charchamang. Men mana pullarni berdim, sanab olishdi, ketyapti bular. Rahmat. Men aytaman, Jo'natlar, bobo choy pulga. bersin, choy bersin. Bobosi, Chopon berdi. bobosi to'xtang. Bobosi. Chopon kelgan bolalar. Gap yo'q. Choy bersin. Bobosi men aytayapman bunga, bu ikkita xotin olma, bu pulga 3 ta xotin olsa bo'ladi deyapman. Gap yo'q, bobosi. Rahmat. Mayli. Charchamanglar, mayli. Bo'ldi, gap yo'q. Charchamanglar. Mana jo'natib yubordim. Ketishdi. Bobosi, charchamang. Hoji bobo bo'lib, Umringiz uzoq bo'lsin. Nevara 7 pushtingizgacha hoji. Gap yo'q. Nasim hoji Navruzbekka rahmat aytinglar. Navruzbekka mana shunday bir chiroyli konkurslar o'tkazib, baxtli musofirlar haqiqatan baxtli qilyapti. Rahmat. Navruzbekka ham rahmat. Omadlaringizni Alloh bersin. Bandadan tortib olib bo'lmaydi. Martin omad kamsitadi. O'ynayotganlarga ham olsin, bilet olib o'tsin, qo'rqmasin. Nima bir hozir pokoleniyaga 1 millionni 5 marta bilet qo'yib o'tirib, bir odamning bir musofirni mana kambag'al tuyani itqob emas. Bir qo'yib keldim, qo'y so'ydim, rasmlarni taylayman. Hammaga omad. Gap yo'q. Xorazm, Buxoro, Andijon, Vodiy. Hammaga rahmat, barakat topsin. 1000 so'm bilan 1 so'm bir omad xohlasa, bu uyga ana yetib borib, yaxshi hammasi zo'r bo'lsin. Iloyim siz ham qayting musofir yurtlardan. U yerlarda mana ko'rinib turibdi, baribir yoshingiz katta. Bir hozir 100 dollar topishni o'zi bo'lmaydi, bilasiz. Shunday. Ha, shu uchun siz ham endi bir 2 yil, 3 yilga bitta sakrab oldingiz, zo'r bo'ldi. Omadingizni bersin. Gap yo'q. Rahmat. Hammaga shu musofirda yigitlarga rahmat. Hammaning omadini bersin. Rizqi qo'shilib kelgan ekan, ro'za Ramazon oylarida hammaga tabrik. Rahmat, bobojon rahmat. Gap yo'q. Asimjon, doim bo'lsin. Jannati odam. Hojlarga boring. Men hojlarda sizning oyog'ingizni ushlab turay, hojga borib kelganingizda. Otangizga rahmat, hammamizga. Charchamang. Rahmat. Charchamang, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p.